Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlarga 3 xil ko'rinishdagi muzqaymoni tayyorlab ko'rsataman. Ekranda ko'rib turgan narsalar ketadi. Videoning tagida ham to'liq holda yozib qoldiraman. Birinchi qiladigan ishimiz shokoladni qaymoq solib ozgina vodяной banyada eritib qo'yamiz. Sovib turishi kerak. Birinchi muzqaymog'imiz qaymoqga iriskani solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Bu iriska varyonli moloko oddiy. Ikkalasini birga solib mikser izi tushguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Juda gul qiladigan darajada ko'pirish shart emas, mikser izi tushsa bo'ldi. Buni endi xohlagan idishingizga solib, muzxonada sinib ketmaydigan, yorilib ketmaydigan idishga solib 1,5 soat yoki 2 soatga muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Mana sovib oldim. Endi muzxonaga qo'yib qo'yaman. Faqat muzxonaga qo'yinglar marojniyni qilayotganda. Endi ikkinchisini qilyapman. Qaymoqni ko'pirtirib, ozgina squshonli moloko solib, 1-2 ta aylantirib olib, keyin qulpnoyi soldim. Qulpnoyi blenderdan chiqarganman. Sizlarda blender bo'lmasa, vilkada ezib, keyin sitadan chiqarib olinglar. Hech ham farqi bo'lmaydi. Blender yo'q deb o'tirishinglar hojati yo'q. Bu mendagi muzlatilgan qulpnoy. Buni ham muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Uchinchisi shokoladnisi. Qaymoqga 2 osh qoshiq to'la shakar solib, yaxshilab ko'pirtirib olaman. Nimaga bunga moloko solmadim? Chunki shokolad o'zi shirin ekan. Shuning uchun bunga shakar solib qo'ya qoldim. Endi bunga shokoladni, erigan shokoladni sovutib solinglar har doim, issiq sovormanglar. Buni ham idishga solib, xolodilnikga qo'yib qo'yamiz. Mana 1,5 soat turdi. Hozir bularni bitta-bittadan aralashtiraman. Keyin yana 2 soatdan keyin yana aralashtirib qo'yaman bitta. Bo'ldi, shu bilan keyin kechasi turadi. Ertasi kunga tayyor bo'ladi muzqaymoq. Mana hammasini aralashtirib qo'yaman. 2 soatlardan keyin yana olib bitta aralashtiraman. Ko'rgan bo'lsangiz, уже quyilishni boshlagan. Bu nimaga aralashtiriladi? Chunki kristal almashib kesayotganlarda chiroyli kesiladi. Meniki mana kechasi bilan turdi. Endi mana qoshiqlarni qaynagan suvga botirib olib, keyin kessanglar chiroyli kesadi, tezroq kesadi ham. Qulpnoyligim sal qotib ketibdi rosa ham. Sal bo'linib chiqdi. Lekin mazasi yaxshisi shu qulpnoyligi yoqdi menga. Yoqimli ishtaha hammalarga kanalga a'zo bo'linglar, fikringizni yozib qoldiringlar. Bu muzqaymoqlarni yegandan keyin ko'chadagi muzqaymoqlarni olginglar kelmay qoladi. O'zingizlar tayyorlab yeyaverasizlar. Hammalarga kattakon rahmat.